$54 million kvartira bor ekandi. Central Parkka qarab turgan akalar. Men orqamda baland bino turibdi. Dunyodagi eng ingichka binolardan biri hisoblanar ekan. Akalar qaranglar, uzun liniyani sanchib qo'yganga o'xshaydi. Bo'yni eniga nisbatiga oladigan bo'lsa, 24 ga 1 yurar ekan. O'zi injenerlar boshda o'ylagan ekan. Qanaqa qilib buni qursak bo'ladi? Xavfsiz bo'larmikin, yo'qmikan deb rosa o'ylashgan ekan. Xullas yo'lini qilib, injenerlar bir nechta texnologiyalardan foydalanishgan ekan. Akalar, kvartiralar ultra lyuks, eshitdinglar, ultra lyuks, lyuks emas. Shuning uchun ham apartament $10 million dan tepa turadi. Bir xil kvartiralar, ayrim kvartiralar butun bir etajda olishgan. Patologlarning balandligi 4,5 metr. Shuning uchun ham ichkaridan tashqariga qaragan paytda nerealni chiroyli vid bo'lyapti. Central Park shundoq ro'parasida, Nyu-Yorkka eng zo'r lokatsiyali joyda joylashgan. Ko'pchilik kvartiralar aktiv uchun olingan, yashash uchun emas. Lekin u yerda odamlar yashashmaydi. Asosan arendaga beriladi.